bir donagina ko'nikmani o'zimda shakllantirib, barcha maqsadlarimga erishishim uchun men aynan qaysi ko'nikmani shakllantirishim kerak degan savolni menga kimdir beradigan bo'lsa va bunga o'xshash savollar ko'p bo'ladi. Va ko'nikmalar ham ko'p o'z aslini olganda, lekin aynan shu bir donagina asosiy ko'nikma, qolgan ko'nikmalarga qaraganda ko'proq yordam berish mumkin bo'lgan ko'nikma qaysi deydigan bo'lsangiz, bu rejalashtirish deb aytaman. Gрамотni yaxshi rejalashtirishni bilgan inson dangasalikni yengadi. Rejalashtirish orqali, intizomini ta'minlab bera oladi, tizim qurish orqali o'z maqsadlariga sekin-sekin yetib boradi. Harakatda barakat deydi. O'z aslini olganda bu gap noto'liq, rejalashtirilgan va ongli harakatda barakat. Chunki eshik rost ishlab, bilasizlarmi shunaqa gap bor. Eshik ishlab mehnat millioner qilganda eshik millioner bo'lar deydi. Bu yerda gap shundaki, eshik nima uchun ishlayotganini bilmaydi va eshikda hech qanaqa reja yo'q. Inson esa mana shu narsani qilish mumkin va shunda qancha ko'p sababini qilsangiz, qancha ko'p rejalashtirilgan to'g'ri harakatlarni qilsangiz, shunchalik maqsadingizga erishish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka.